Bo'ldimi? Hammasi tugadimi? Yo'q. Do'konimiz kengaygani sababli o'rtada ozgina pauza bo'lib qoldi, lekin chaqchuqlarni yangilik qilishdan hech qachon to'xtamadi. Yana yengilliklarimizdan bittasi, siz hali buni bilmagansiz, ko'rmagansiz ham. Yoki bitta laykni bosib, repost strelkasini bosib qo'ying, men sizni yengilliklar bilan tanishtirib o'taman. Qani keling endi. Oke, mana buni qarang, qizilidan deysizmi, sarig'idan deysizmi, yashilidan deysizmi, ko'kidan deysizmi. Snickers hali bunaqasini O'zbekistonda ko'rmagansizlar. Snickersimiz klubnikaligi, yong'oqligi, bu ham bir o'zgacha tam ekan, yeb ko'rdim. Yeb ko'rishingizni tavsiya beraman. Bu mana o'rmon yong'oqligi va yong'oq sevuvchilar uchun mana yong'oq ko'p Snickerslarimiz kelgan. Bu videoni Snickers sevadigan o'rtog'ingizlarga tashab qo'ying. Mazza qilib ko'rib videoni ishtahalari ochilib ketib, chaqchuqlaringiz kelsin. Va undan tashqari jilelarimiz kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni har xil variantlari bor. Ko'rish shirini va kisli variantida ham bor mana. To'shni bilaman, buni kinolarda ko'rgansizlar. Va bu yoqda ko'rishingiz mumkin Trident zvachkalarimiz. Aniq bilaman, bunaqasidan chaynab ko'rmagansiz. Bu hammasi original zvachkalar. Qatta desanglar, hammasi chaqchuq xarunda. Assortimentlarni ko'pidan olib kelib qo'yganmiz. Oka, ertalab zavtrakka Nutellani pechoniy variantlari kelgan u. Bitta olib keling bilan ertalab issiq choy bilan ichib turib ishga ketsangiz, shunday настроенiyada ketasiz-ku. Gazalken chaqchuqlarni yangilik qilishdan to'xtamaydi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Bunaqa assortimentlarni hali ko'pini olib kelamiz.